Korxonalar konvertda oylik beradi. Soliq kamroq to'lash uchun. Tipa soliq organi baribir bilmaydi-yu, deydi-da, minimalnidan tam 1 million qanchadandir oylik yozadi-da, qolgan hammasi konvert ketadi. Soliq organi biladimi, yo'qmi? Buni soliq organi bilib turadi. Qanaqa qilib? Uni formulasi bor, hisob-kitobi, siznikiga o'xshagan korxonalar olishadi, hamma oylik summasini o'rtacha ishchilar soniga bo'linganini olishadi-da. Ularda har bitta xodimga o'rtacha o'sha hudud bo'yicha, o'sha soha bo'yicha qanchadan oylik to'lanayotgani chiqadi. Sizniki undan juda ham katta farq qiladigan bo'lsa, sizniki 1 million 200, u 5 milliondan beryapti oylikni. Unda srazu signal, oylik konvertda ketyapti. Обязательно kameral yoki soliq yoki даже audit tekshiruvlari kelishi mumkin. Konvertda oylik to'laydigan rahbarlarga soliq organi ko'rib turibdi, sizlarni qancha soliq summani bekitayotganinglar. Ayniqsa qurilish tashkilotlariniki alohida tekshiriladi. Bundan keyin naqd berilayotgan summalar. Sohangiz bo'yicha o'rtacha ish haqi hisoblanadi. Sizniki undan juda ham past bo'ladigan bo'lsa, sizga tekshiruv keladi. Tekshiruvda qancha soliq hisoblanadi, nima deb o'ylaysiz? Oxirgi 12 oy uchun olinadi-da, masalan 5 milliondan bekitgan bo'lsangiz, 60 ta xodim bo'lsa, 60 ta xodim har biriga 5 million ko'paytirilgan shu summani 12 oyga eng katta summa chiqadi. 12% podoходный, 12% YSP. Mana shu bekitilgan summadan 24% налог chiqadi. Agar buni oldini olmoqchi bo'lsangiz, обязательно siz o'zingiz sohangizdagi o'rtacha soliq kalkulyatoridan foydalanib, o'rtacha soliq yukini bilishingiz kerak. Shundan 60-70% atrofida yurishingiz kerak. Kommentariyaga 5 raqamni qoldiringlar, sizlarga ham tashlab beraman. Buxgalterlaringizga jo'natsanglar, bu ular uchun juda ham katta yordam bo'ladi.